Voy, lokatsiyani yomon lekin akalar. Shundoqqina Korzinkani yonida joylashgan 3 xonali kvartiramiz ijaraga beriladi. Hozir men sizlarga bu uyimizni obzorini qilib beraman. Undan oldin men sizlarga podyezdni ko'rsatib o'ray. Hop, bu podyezimiz. Podyezimiz katta, keng va eng muhimi tinch. Navoda ko'chaga ketganlaringda eshik ochiq qolsa yoki xuplamagan bo'lsalaring, bundan xavotir olmaysizlar. Sababi podyezimizni kun davomida kuzatuv kamerasi videoga olib boradi. Hop, uyga kirganimizda o'ng tomonimizda katta oyna bor. Ko'chaga ketishdan oldin yo ishga ketishdan o'zlaringiz bemalol qarab olasizlar. Uyga kirib borganimizda bizni katta zal kutib oladi. Zalimiz hozircha bo'm-bo'sh, lekin ijara haqiga kelishib bo'lsa, betga divan, betga televizor qo'yib beramiz. Uyimizda konditsioner, chopli pol hammasi bor. Gaz suvdan ham muammo yo'q. Bu tomon oshxonamiz. Oshxonamizdan yevro stilda qilingan. O'rtada bitta barniy stol bor. Endi men sizlarga spalni ko'rsatay. Bu birinchi spalnimiz. Bitta shifonerdan boshqa hech narsa yo'q. Xudo xolasa bu yerdan to'ldirib beramiz. Bu tomonda ikkinchi spalnimiz. Bu tomon ham bo'm-bo'sh. Xudo xolasa bu yerdan to'ldirib beramiz. Bu yerda bitta seyfimiz bor. Ichiga bemalol pullarga qo'yib berasizlar, bexavotir. Bu uyimizning eng afzal tomonini aytib ketay sizlarga. Bu uyimizning eng afzal tomoni joylashuvida. Bu uyimiz shunaqangi joylashganki, shu insonga nimaiki kerak bo'ladigan bo'lsa, zarur bo'ladigan bo'lsa, hammasi bor. Misol uchun tez tibbiy yordam, dorixona, magazin, maktab, bog'cha hammasi bor va eng muhimi yaqin. Endi masalan, samozelimizdan ko'rsatib ketay. Hop, samozelimizda dushvoy, kabina, kir mashina, unitaz, rakvina hammasi bor. Hammomda nimaiki bo'lishi kerak bo'lsa, hammasi bor. Va eng muhimi uyimiz yevro remont. Uyimiz haqida yana bitta ma'lumot berib o'tib ketay. Uyimiz binoga kelgandan masa hali hech kim yashamagan. Mashina temasiga teggan bo'lsa, maslonli uy. Kimgadir shu uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.